Assalomu alaykum. Xolislik va biznes Telegram va YouTube kanallarimiz a'zolari va muxlislari. Bizni endi kuzatib borayotgan o'rtoqlar. O'rtoqlar, anchadan beri kelganimiz yo'q edi. Tursunali ukamizni qo'yxonalariga keldik mana. Bu naryoqda quyonlar ham bor ekan mana. Indullar ham bor ekan. Bularni o'zlari ochirishgan inkubatorda mana dakinlar ham bor ekan. Nima bo'lsa bor ekan bu yerda aralash ekan o'rtoqlar. Hozir tovuqxonani ichini birgalikda kuzatamiz o'rtoqlar. Haqiqiy tovuqlarimiz narigi tomonda. Mana bu yerda quyonlar ham bor ekan. Ajoyib manzara. Bu tomon endi tovuqxonamiz manzarasi. Mana hozir birgalikda ko'ramiz ichkarini. Tovuqlarni ovqati ekan. Mana bu tomonda o'sha tovuqxonamiz. Bismillah. Birinchisidan boshlaylik, mana bular o'xayillar ekan. O'xayillar. Qalay tug'yapti bular? Tushunarlimi? Tuxumlarimi? Yaxshi, tuxumlari 90-95% tug'yapti. Endi 8 tami shunaqa. Bunaqa ham olishgan. Ular yangilar. Ha, 6 tasi tug'yapti. Mana bu yerdachi bu nima edi zotida bu? Bu koreyskiy, hamxiya zotdan. Bularda ham tuxumlari bor. Ha, bular zo'r. Bular bashti 3 ta makan o'zi zo'r, 100% tug'yapti. Mana shu tuxumlar o'sha. Yo'q, bu tarafda. Ha, mana bu yerda. Ha. To'la tuxumlari 2 yillikda bugungi, kechagi. Mana bu yerda adlerda boqyapsiz ekana, xo'rozini addenni yemlar, boshlar. Ha. Bular o'sha xo'jalik tovuqlar endi. Mana bu sendilar ham bor ekan. Mana bular sendi jo'jalar. Bular ham sendi. Bular tuxumga yaqinlari, hali tuxum boshlagan yo'q bular. Jo'ldallari ishib. Hammasi mana shu birinchi, ikkinchi qator sendi ekan. Mana bu yerdagilarchi. Mana bular Legorin Dalmatini shekilli. Aha. Bular tug'yaptimi bular? Ular Xudoga shukr, 100%. Mana bu qanaqa zot bu? Bu ham Legorin Dalmatini shu seriyasida. Seriyasi. Ha. Bulardan so'raganlar tuxumni yig'ib beraverasiz. Ha, tuxumlarni yig'ib beraveramiz. Tuxumlarni yig'ib berishar ekan. O'rtoqlar, qaysidan desanglar, qolinglar O'xayil, qolinglar Legorin, qolinglar Dalmatini. Qolinglar uni koreyskiy hamxiya, nima? Mana bular Legorinlar, ha? Mana Legorinlar. Bular adlerlar ekan. Turpoqqa belanib yotishibdi maza qilib. Bular ham tug'yapti. 100%. Bular 100% tug'yapti. Xo'roz qotib Shu 4 kunlik yig'ilganini inkubatorga qo'yilyapti. Bular nimaga jo'jalariga ham zakaz berib qo'yamiz deyishsa, o'sha kerak bo'lsa, o'sha havo sig'incha ham boqib berilaveradi, yo bu 10 kunlik, 20 kunlik ham qo'yib berilaveradi ekan. Tushunarli. Mana bular qaysi zot bular? Bular o'sha qizil tovuqlardan ekan bular. Qizil tovuqdan. Forbek degan zotdan. Forbek degan zotdan ekan. O'rtoqlar, hozir qorong'ida ko'rinmayapti. Dumi qora, qovunjoy qizil shunaqa. Mana bular o'sha Legorin Dalmatinlar. Bular ham tug'yapti. Bular ham 100%. Lekin adler qo'shilib qolibdi. Mana yerda adlerlar yana. Bular ham tuxumda. Ha, bular ham 100% tuxumda. 5 ta makan, bitta xo'roz shu ham. Tovuqlarni so'raysa, tovuq sotaverasizmi yo? Ishqibozi bo'lsa shu adlerda shu bitta oilasini sotaveramiz. Mana shu oilasi. Ha, mana shu oilasi. 5 ta makan, bitta xo'roz. 5 ta makan, bitta xo'roz. Bitta makan 6 ta ekan. Qiziqqanlar telefon qilishaveradi, kelishamiz. Ha, telefon qilishaveradi. Bir marta telefoningizni qaytarib o'taylik, keyin yana yana 90lik 556 1074. Bo'ldi. 1074 556 1074. Bu tomon jo'jaxonamiz. Ha, jo'jaxonamiz. Jo'jaxonani ham o'zgartirdik. Bir boshdan ko'rsatamiz. Mana bu yerga o'rtoqlar, videolarni hozir o'chirtirib qo'ydim, ovozi bor ekan.
nisbatan, ammo havoni zo'r tokyapti. Ular mana adler jo'jalari. Adler jo'jalar, katta kichiklar. Ha, bir oyligidan bor ekan, 10 bir oyligi ham bor ekan. Keyin mana bu yerda boshqacha to'g'on bor ekan. Mana jo'jaxona Bular uxayillar. Uxayillar, qoralar, nolar. Uxayil, hamma qorasi uxayil. Koreyskidan ham bor, dalmatin bor, ha. Koreyskiy. Mana bir dona dalmatinimiz bor, qolgan hammasi adler. Mana koreyskiylar dalmatinga o'sha koreyskiy. Ha, koreyskiy. Mana bular qaysilar bular? Bular legorin dalmatin ichilar. Legorin dalmatin, Keyin uxayil, ha. Uch zot ekan. To'rtala yoshlari 10 kunligi ham bor ekan, 1 oyligi ham bor ekan. Shu lotada chiqqan Buni ajratib berilaveradi. ularni xaridor bo'lsa sotishar ekan. Uqolar Bo'lmasa zakasam olaveramiz. zakazam olishar ekan, ozgina boqilganingizda boqidan deysiz. Pasimiz bo'shabdi. Keyin to'ldiramiz, xudo xolasa. Mana bu qaynoq zotida bu bo'ynida papiyorlar, Madagaskar. Madagaskarlar. Biz o'zimiz shunaqa deymiz, endi o'zi asli shunaqa deyilar ekan. Shunaqa. Mana ularchi? Bular qora shahzoda. Qora shahzodalar. Zot olgani olib kelganidek, ha. Qog'oziga sotib olaveramiz. Ular cho'ja ekan hali. Ha, cho'ja. Mana bularchi, bular o'sha begorinda nimasi ham bor ekan deb. Mana u Breaker bor. ha, Keyin qolgani o'sha hali chiqib bor. ha, shulardan bor. Keyin mana bular ham o'z tuxumga kirib qoldi-da. Bular tuxumga kirib qoldi. Bular nima ota? Breaker. Breaker. Hmm. Shu to'la. Bular o'sha dumi qora, bo'yni qora, qolgan joyi oq. Ajoyib chiroyli narsalar bular. Mana bularchi, bular qanaqa? Bular uxayil. Uxayil, ana seriyalar qanaqa? Seriya ham shu uxayildan chiqyapti. Genida borishki. Ha. Balkim chatishgan. Juda ha, xurkok bo'lar ekan. Ha, uxayillar xurkok bo'ladi. O'rtoqlar, mana shu bugungi videomiz qiziqqanlar jo'ja desalar, jo'jani yetishtirib berishar, 10 kunlik, 1 oylik qilib zotini aytib, narxlarini telefon orqali bog'lanaverasizlar. Kimga zaruriyat bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Kelishtirib berishadi, Xudo xolasa. Olinglar, mana buni jo'jalaridan yoki tuxumlaridan, legorinlardan bor mana. Mana ochiqda ko'ringlar, u rosa semiribdi mana ular, ha. Nakiyonlar. Tuxum va go'shtini olishida bo'ladi. Xo'roz ham chiroyli bo'libdi. Yop ko'ramiz. Musini yo'q qo'yasiz. Bular legorinlarni ochib ko'rsatinglar mana. Xo'rozlari, nakiyonlari, bular hammasi tuxumda ekan. Organizmchiga ham kiryapti. Zo'r. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mana xo'rozimiz. Kimga kerak bo'lsa, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu xoyillar ham mana tuxumlarni yig'ib berishaverar ekan, jo'jalarini ham yig'ib berishaverar ekan. Mana yangi tuxumlari. Mana u xoyilli tuxumlar. Bularni legorinlar tuxumlari. Farqini qarang. Ha. Mana bular nimalar tuxumi, mana pastagi. Ham xiyaz. Tuxum deganlarga tuxum, jo'ja deganlarga jo'ja. O'rtoqlar, matishlardan legorinni matishlarida ham bor ekan, ularni ham sotishaverar ekan. Mana bular tuxumga kirsa, bularni ham tuxumini yetishtirib berishar ekan, Xudo xolasa.
O'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi qisqa videomiz tugadi. Shu ham o'zi 10 minutga borib qolibdi. Telefon nomerlarini qaytarib o'tamiz. Qo'qon shahrida o'rtoqlar, vodiydan bo'lsa, kelib bemalol ko'rib olib ketishlari mumkin, zakaz qilib. Telefon raqamlari 90lik 90lik 556 556 1074. 1074. Shu nomerga telefon qilaverasizlar. Vaqtini aytaman, o'rtoqlar, bomdoddan xuftondan keyingacha. Bomdoddan, ya'ni u 9-10 gacha qilaverasizlar bemalol. Bundan keyin dam olishar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana tovuq fermani davom ettiramiz. Tuxumga yaqin tovuqlar, jo'jalar. Salomat bo'linglar.